Ana akalarimizga diska baranani sotdik. Paxtavodda Uyg'urga ekan, mana bana boshlig'imiz turibdi. Traktorlarga mana ulanyapti, xudo xolasa. Sanayotganlarni olyapmiz. Xo'p, mana Paxtavodda Uyg'urga ketyapti mana. Nimaga sanab chiqaylik deyapti, halinaqa. Pulni o'tkazar. Ha, soxtami yo'qmi biladi u apparat. Xo'p, mana xudo xolasa yan baxt ochilib ketdi mana. Bu safar akalarga berdik. 5600 ga berdik. Yani keyingi safar yo $100 arzon, yo $200 qimmat bo'lishi mumkin. Yo'llar kelish hisobiga 2026-yilgacha narxlar o'zgarishi mumkin, lekin aniq emas. Klient telefon qilaverasizlar. Ancha-muncha narxni olardi, xudo xolasa ko'tarmaslikka harakat qilamiz iloji boricha. Ana do'stlar, hop, traktorlarni yuklayapti. Zimyan, понял? Okey? O'zlarining traktorini minib keldi, Belarus mana. Hop, Belarus bilan Belarusda zapchaslari hamma yo'g'i bor, to'g'ri, lekin ham bizning traktordan sifati xudo xolasa zo'r. Kerak bo'lsa kelaverasizlar, mana traktorlarimiz ham bor, nomochlar ham bor. Belarusda nomi chiqqan, zapchaslari yetarli, shuning uchun ko'pchilik qiziqadi, to'g'ri. Bizi diska baranamizni ko'tarishdi, mana zapchaslarni qo'yildi.